Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, O'zbekiston xalqim. Yana bir bor sizlarga murojaat qilib chiqyapman. Dadam sog'lig'i yo'qligi uchun. Hurmatli yurtdoshlar, sizlardan iltimos qilib qolaman. Dadam sog'lig'i yo'q, Hikmatda bosh miyasidan o'simta oldirganmiz. Operatsiya bo'lgan 2023-yildan beri bezovta qilib keladi. Shu kungacha o'zimiz harakat qilib, bor kuchim, uyimizni sotib harakat qildik, davolatdik. Hozirgi kunda sizlar yordamlariga muhtojmiz. Hindiston davlatiga Turkiyaga olib ketishimiz kerak. O'tkazdan o'simta rivojlanyapti. Hozir ular bilan gaplashsak, davolashda iloji bor, xudo xolasa. Harakat qilamiz. Sizlardan iltimos qolaman. O'zbekiston xalqim, sizlarga yordam berishlaringizni iltimos qolaman, iltimos. Davolash uchun 3 oyda Hindistonda yoki Turkiyada bo'larkan $40,000, $42,000 atrofida pul kerak ekan. Sizlardan iltimos yordam berishlaringizni, qo'llaringdan kelgancha imkon darajasida yordam beringlar, moddiy tomonlama xalqim, iltimos. Rahmat.